aka, sizlar bilan yana Oldriza. Ko'pchilik resurs paklarni topishni, ya'ni topishni bilmaydigan, o'shaning uchun hozir o'shalarni qo'shish va to'g'ri nastroyga qilishni o'rgataman. Birinchi o'rinda hozir to'g'ri urishni o'rgataman. Qaranglar, mana bitta sakrab, bitta urasizlar. Va raqiblarni kombo qilasizlar, chunki kombo vaqti raqiblar ura olmaydi sizlarda. Va nastroykalar mana bunday bo'lishi kerak. Endi menga shunday for effects shu ikkitasini nol qilasizlar. Qolganlari ahamiyatga ega emas. Auto jump yo'lab olish kerak. Keyin mana bu narsani off qilib qo'yinglar, FPS lar tushiradi. Va mana bu narsani iloji boricha pastroq yoki off qilib qo'yinglar. Brightness full bo'lishi kerak. Chunkni iloji boricha eng pastda tursin. Hozir menga ertapada bo'lganimga chunk 2.5 turibdi. Shunda ham 114 FPS normal FPS ochyapti, xudo xolasa. Keyin iloji boricha shader qo'shmanglar, animatsiyalarni o'chiringlar hammasini. Va hozir sizlarga FP invertordagi eng muhim narsalardan bittasini ko'rsataman. Mana shu narsa sakrab urishni to'xtatadi. Agar uni aqli bo'lsa sakrab urmaydi. Mana shu bu o'qni yasashni keyingi videolarimda ko'rsatib o'taman. Combo mana W ni bosasizlar, bitta urasizlar. Yugurib kelayotganda albatta. Shunday qilib urasizlar. Va accessibility settingsdan mana shu narsani yoqasizlar, o'chirasizlar farqi yo'q, lekin o'chirib qo'yilishlarini maslahat beraman. Chunki buni chat bo'ladi, shu chat bo'lganda dushmanlar ko'rmay qoladi. Chatni orqa fonini nima desa bo'ladi? Boshqa chatda orqa fon hosil qilib qo'yadi. Endi bunaqa o'tamiz resurs paklarga. Mana endi resurs paklarga navbat keldi. Hozir resurs paklarni qanday qilib o'rnatish kerakligini va qanday resurs paklarni o'rnatish kerakligini aytaman. Mana bu resurs paklar. Bularga ahamiyat bermaymiz. Mana bularga ahamiyat bermaymiz. Asosan mana bular bu qo'llardagi itemni kichkina qiladi. Bunisi low fire olovda yo'q qiladi. Mana bu PvP'larda yaxshilasa, masalan komboylarda oson qiladi. Mana bu narsa strelka. Oldin plus turardi, hozir turadi. Anchalar masalan bitta joyga urmaydi, shu mana shu joylarga uradi. Bu FPS larni ko'taradi, lekin naqaylarni kamaytiradi.
Anavi nima edi? FPS'larda ko'p turadi, lekin anaqalarda pasaytiradi, nima edilarda. Ular tushundinglar-ku. O'sha narsani keyin bu FPS-ni ko'taradi, keyin pingni ham normalligini past qilib beradi. Bilasizlar, ping bilan FPS teskari yuradi. Va yana Ruspagar qayerdan topaman deysizlar. Har doim hamma bunaqaga yozadi, tashlab bering deb. Telegramga o'tasizlar. Mana bu yerga xullasda Alt Riza MC. Mana shu ishga anaqa qilsanglar tashlab beraman. Faqat kommentariy yozganlarga, kommentariy yozmaganlarga tashlab berilmaydi. Haha. Xullas, bugungi video tugadi. Deyman, lekin har doim tugatmayman. Chunki hali set yashirishimiz kerak. Anchadan set yashirmayapman, shunga set yashirganim kelib ketdi. Juda anarxiya birda hozir hech narsam yo'q. O'shaning uchun anarxiya 2 ochilishini kutamiz. Anarxiya ochilganda o'zim videoda olib oxiriga qo'shib olaman.